meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. O'zi videomni olishga usta emasman. Montajlar qilib, chiroyli qilib, biz oddiy qanday bo'lsa shunday olaveraman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sizlarga foydanglar uchun Koreyaga kelmoqchi bo'lganlar, qiziqqanlar yoki qarindosh urug'i, o'g'li, qizi borlar bordir. Shular haqida ham gapiramiz. Ko'p narsa haqida gapiramiz. Faqat rostini. Chunki men aytayapman-ku, boya davlat ishida ishlaydigan insonman. Prokuratura, sud joylarda ishlayman. Endi faqat rosti gapiriladi, rosti ko'riladi, haqiqiy hayot ko'riladi. O'ynagani kelganlar to'g'ri, bilasizlar, masalan, o'ynagani kelgan boshqa, unaqa ishlab yashagan boshqa, hamma boshqa tarafidan ko'riladi-da bu narsalar. O'ynagan kelganlar faqat mana u shoppinglar, yaxshi joylarni ko'rib o'ynab ketishadi. Studentlar faqat o'qiydi. Ishlagan kelganlar faqat o'sha zavodda ishlab, zavodga bog'langan, faqat zavodda ishlaydi, ko'p narsani bilishmaydi. Qonun bo'yicha, qonunni aytyapman. Men endi qonun ichida yurganim uchun, qonunlar bilan ishlaganim uchun ko'proq qonun, keyin menga mana shunaqa insonlarni ish tushib qoladi, mana og'ir ahvoldagi qonunbuzarlik qilgan insonlarni ishi menga tushadi-da. Menga tushadi degan, men tarjima qilaman ularni. Yordam beraman, qo'limdan kelguncha yordam beraman, chunki yosh bolalar shunday achinib ketaman-da. Даже bir xil paytda urishib ham qo'yaman. Ular tushunadi. Ursam jahli chiqishmaydi. Opa deb ana qilishadi. Urishib qo'yaman, xuddi ukasini urishadi-yu, shunaqa urishib qo'yaman, unaqa nima unaqa qildingiz deyman. Jahlim ham chiqadi-da. Slishkam yomon narsalar qo'yishadi. O'zi 30-40 millionga botib ketadi-da. Uni oilasi pul jo'natadimi, bitta deport bo'lib, nima bo'lib qolishi mumkin. Katta pulga tushadi-da, ishqilib katta pulga tushadi-da o'zi. Shunga ham nimaga tinch yurmaysizlar deyman-da ularga. Endi faqat shunaqa tema bo'lmaydi. Endi meni ishim shunaqada, shunaqa odamlarni ko'rganim uchun. Aylangani borsam ham videoga olaman. Lekin montaj hali o'rganmadim. Qanday bo'lsa shunday olamanda nima qilaman.